bitta farzand boqib qolaylik desak, qaynonam ko'nmayapti. Bitta ayol ham keluvdi, 11 yil turmush qurgan, erida bepushtlik, erkak kishida. 11 yildan beri yashayapti. O'zida hammasi yaxshi, o'zi biladi hammasi yaxshiligini, farzand boqib olishimizga qaynonam ko'nmayapti dedi. Lekin bepushtligini, eridaligini u biladi, qaynona bilmaydi. Tushunasizmi? O'g'il aytmagan o'zini onasiga, men bepushtiman, bu emas deb. Qaynona buni qo'ymaydi 11 yildan beri. Farzanding yo'q. Shu ayol aytmayapti, shu erimda deb aytmaydi. Shu yerda er-xotin uchalamiz o'tirib gaplashyapmiz. Siz onangizga tushuntiring deyapman. Onangizga ayting, ona menda hech kim bilmasin, mayli keliningizni deb o'ylayversin deb aytsa bo'ladi-ku. Shu kelinni ayasak bo'ladi-ku. Sochlari oqarib ketgan uni. Erini tashlab ketish niyati yo'q. Shuni aytsangiz, qaynona ham ko'nadi misol uchun. Kelinda emas, o'g'limda ekan deydi-da, kelini ham tinch qo'yib, farzandga ham ko'nadi. Xo'jayiniga shunaqa deb tushuntirdik. Ayting dedim, lekin ayting, chunki ayolingiz bor, kasal bo'lib qoladi o'zi. Er aytibdi, ajrashib qo'yaylik deb aytibman, bu ko'nmayapti dedi. Ayol ko'nmayapti, tushunasizmi? O'zi normal holatda ayollar shunaqa tashlab ketmaydi hech qachon. Erkaklar tashlab ketadi. Hammasi ham emas, asosiy masala shunaqa, Behruz. Chunki nima uchun shunaqa? Tashqi tomondan ota-onalarimiz ham sen farzandli bo'la olasan degan narsa bor-da, endi o'g'illariga nisbatan. Ularni ham to'g'ri qabul qilaman. Lekin kimnidir farzandida u qiz ham. Alloh taqdiring bilan bermadimi? To'g'risi bermadimi? Farzand boqib olish kerak. Qancha farzandli ota-onaga zor.